Mana chiroyliklarim. O'sha aytgan kofeindan keldi. Turkiya kofesi. Shuncha zilzilalarga qaramasdan yetib keldi biz uchun. Xushbo'y kofe 500 gram, yarim kilodan. Kimga kerak bo'lsa, lichkaga bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Sizlar bilan hozir shu kofedan ichamiz. Tayyorlashni ko'rsataman. Mana juda ham bu kofe davleniyani ko'tarmaydi. Juda ham yumshoq kofe. Buni ichganlar biladi. Mansa qilib ichasizlar, buni ichsanglar va qayta ichasizlar. Men sal achchiqroq ichaman. Turklar nima uchun ertalabdan kechgacha qayta ichaveradi bu kofeni? Sababi juda ham yengil, yumshoq kofe bo'lganligi uchun. Toza havoda, balkonda, sevimli kresloimda o'tirib ichamiz.